har doim milliy sertifikatga tushadigan misollardan bittasi, ya'ni bizga funksiya va integral berilgan. Yani ifotekimiz shu bo'lgani uchun integral hisoblashimiz kerak ekan. Bizga f(x) berilgan, biz integralda f x + 1 topishimiz kerak. X + 1 ga keltirishimiz kerak fx funksiyani, ya'ni x + 1 da qo'yamiz. Xo'p. X + 1 da qo'yadigan bo'lsak, xo'p 2 - x qoladi. Xo'p, x + 1 da qo'yadigan bo'lsak, x kichkina 1 da. X + 1 da qo'yadigan bo'lsak, xo'p 2x - 1, x katta yoki teng 1. Xo'p, endi oralig'imiz 1 dan 3 gacha fx plusimiz 1 dan katta. 1 dan katta, ya'ni 1 dan katta yoki teng. Demak, 2x - 1 oralig'iga tushar ekan. Funksiya murod a desak, integral 1 dan 3 gacha 2x - 1 da dx hisoblashimiz kerak ekan. Ya'ni x² - x. Xo'p, 1 dan 3 gacha. A barobar yozamiz. 3² 9 ayrilgan 3 ayrilgan 1 ayrilgan 1. Xo'p, 6. Javob 6. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahv yozib qo'ying.